Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tizza bo'g'imidagi og'riqlarda hamda tizza bo'g'imi kasalliklarida og'riqni uy sharoitida qanday qilib kamaytirish va bu kasallikda davolovchi mashqlarni qanday qilib to'g'ri, xatolarsiz bajarish haqida gaplashamiz. Nima uchun bu mashqlarni bajarish va ko'rsatib berish hayolimizga keldi? Chunki birinchi o'rinda bemorlarimizga tizza mashqlarini uy sharoitida bajarish kerak deganimizda har xil xatoliklarga, bizga mashqlar foyda berishning o'rniga ziyoni ko'payib ketyapti. Ko'pchilik mashqni bajarayotganda xato bajarib, bo'g'imlarda sinavit yoki bo'lmasa bo'g'imlarda shish, bo'g'imlarni zararlab qo'yapti. Kasallik tuzalish o'rniga qaytanga kuchayib ketyapti. Ikkinchidan, tizza bo'g'imi kasalliklarida mashqlarni bajarish qanchalik foydali? Bo'g'im kasalliklarida bo'g'imda ichida asosan tog'ay yemirilishi, ya'ni mana shu bo'g'im tizza bo'g'imi bo'ladigan bo'lsa, tizza bo'g'imini hosil qiluvchi 3 ta suyak bor. Pastdan katta boldir, kichik boldir, yuqoridan son suyak. Har bir suyak yuzasida tog'ay bilan qoplangan. O'sha tog'ayda yemirilish ketadi. Bu tog'aydagi yemirilishni kamaytirish uchun biz har qanaqa dorilar berganimiz bilan bu dorilar tog'aygacha yetib kelmaydi. Chunki tog'ayda ichida qon tomirlar yo'q. Shuning uchun biz ukol dorilar bilan davolashga ojizmiz. Shuning uchun birinchi o'rinda davolovchi mashqlar bajarish tavsiya qilinadi bu kasalliklarda. Davolovchi mashqlar qanday foyda beradi bizga? Davolovchi mashqlar mana shu tizza bo'g'im bo'ladigan bo'lsa, birinchidan harakat yaxshilanadi. Ya'ni bo'g'imda oziqlanishi, bo'g'imda suyuqligi ko'payadi. O'sha bo'g'im qanday oziqlanadi degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Qon tomir bo'lmaydigan bo'lsa, bo'g'imda ichidagi suyuqlik, ya'ni sinovial suyuqlik biz mashq qilganimizda ana shu ichadigan dorilarimiz pastdagi qon tomirlar orqali diffuz yo'l bilan bo'g'im suyuqligiga o'tadi, ya'ni sinovial suyuqlikka. Undan keyin esa biz mashq qilganimizda bo'g'imdagi tog'aylar xuddi gubkaga o'xshab o'sha suyuqlik ichidagi bo'g'im suyuqligini, sinovial suyuqlik ichidagi oziqa moddalarni, xondroitin sulfat, glikozamin, glikan, kollagen kabi shunga o'xshash har xil oziqa moddalar, boshqa organik moddalarni o'ziga gubkaga o'xshab surib oladi. Natijada bo'g'imda oziqlanishi hamda tog'ay yemirilish protsessi ancha munchaga kamayadi. Ikkinchi yana asosiy yordam bo'lishiga sabab mana shu tizza bo'g'imidagi bir qancha 3 qavat mushaklarimiz bor. Yuzaki, o'rta hamda chuqur qavat mushaklarimiz bor. O'sha mushaklarni rivojlantiradigan bo'lsak, tizzamizga tushadigan nagruzka ancha kamayadi. Chunki men mana bu qo'limni mushagini qancha kuchaytirsam, qancha kuchim ko'p bo'lsa, shuncha ko'p yuk ko'tara olaman, shuncha ko'p og'irlik ko'tara olaman, nagruzkaga chidamli bo'ladi qo'lim. Mushak bo'lmasa, bunga nagruzkaga chidamsiz bo'ladi va nagruzka ko'p tushib, tog'ayda yemirilish protsessi kuchayib ketadi. Mana shu tizza bo'g'imizdagi mushaklarni son mushaklari, tizzani o'zini mushaklari, pastdagi boldir mushaklari, golenostopni mushaklarini biz kuchaytiradigan bo'lsak, tizza tog'aydagi yemirilish birinchi o'rinda protsessni to'xtatamiz yoki sekinlashtiramiz. Ikkinchi o'rinda og'riqlar uchun ham juda ham katta foydali hisoblanadi. Hozir bo'lmasa mashqlarni boshlaymiz. Mashq bajarishdan oldin bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Agar bizda ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, tizzalarimizda aktivniy proses bo'ladigan bo'lsa, aktivniy yallig'lanish jarayoni, ya'ni shamollash bo'ladigan bo'lsa, vaspalitin proses bo'ladigan bo'lsa, mashqlar tik turgan holatda qilib bajarish mumkin emas. Chunki biz agar tik turgan holatda mashqni mana ko'ryapsizlar, bajaradigan bo'lsak, tizza bo'g'imimizga butun vesimiz bilan nagruzka berib qo'yamiz. Natijada tizzadagi yemirilish prosessi kuchayib ketadi. Shuning uchun mashqlarni asosan yotgan yoki o'tirgan holatda bajariladi. Hozir bosqichma-bosqich har bir mashqni men sizlarga misol qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Tizza uchun asosiy va eng foydali mashqlarni ko'rsatib o'tib ketaman. Ha, kessa bo'ladi, ha? Yaxshi. Yo'q, bemalol. Bismillah. Mashqlar asosan yotgan holatda bajarib ko'rsatamiz, chunki ko'pchilik bemorlarimiz revmatoid artrit, artroz kasalligi bilan kasallangan, tizzalarida faol yallig'lanish jarayoni ketadi hamda ko'pchilik bemorlarimiz ortiqcha vaznga ega bo'ladi. Shuning uchun birinchi bosqichda mashqlarni yotgan holatda bajaradigan bo'lsak, bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Keyingi etaplarda mushaklarni rivojlantirib olganimizdan keyin
o'tirgan holatda yoki tik turgan holatda vaznni ozgina kamaytirib mushaklarni rivojlantirib olganimizdan keyin tik turgan holatda mashqlarni ham bajarsak bo'ladi. Mana bismillah. Birinchi eng oddiysidan boshlaymiz. Ya'ni boldir tovon bo'g'imidagi to'g'riga va oldinga harakatdan boshlanadi. Qo'llar qo'yilgan. 1 2 1 2. Bu holatda iloji bo'lsa boshida mana shunday 1 2 qilib bajaradigan bo'lsa, keyinchalik 5 sekund o'zimizga tortgan holatda ushlab turamiz. Yana 5 sekund itargan holatda ishlab turamiz. Bu harakatimiz faqat to'g'riga va orqaga. Ikkinchi harakatimiz 2 yonga bo'ladi. Bunaqasiga o'ngga ozgina ushlab turamiz, keyin chapga. O'ngga chapga. Keyingi harakatimiz aylanma harakati. Boldir tovon bo'g'imida aylanma harakatlarni bajaramiz. Rotatsion harakatlar. Avval o'ngga boshlanishiga 5 marta 5 martadan qilsak bo'ladi. Keyinchalik 10 ta 15 taga ko'tarsak bo'ladi. Har bir mashqimizni almashtirib 3 tur podxod bajarishimiz kerak kuniga. Xuddi mana shu holatda. Keyinchalik mana bu orqaga oldinga mashqni birinchi o'ng chap qilib bajarsak ham bo'ladi. 1 2 3 4 5 mana shu holatda. Keyinchalik mushaklarimiz kuchaygandan keyin buni oyoqni ko'targan holatda ham bajarsak yana nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Mana shunday holat. Endi ikkinchi mashqimiz tizzani to'g'ri harakatlar bilan bukib bajaramiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 2. Hech qanaqa zo'riqtirish kerak emas. Bu yerda o'zini harakati bilan mana shunday oxirigacha bukkan holatda bukib turamiz. Qo'yib olamiz. Xuddi shunday chap oyoqda bukamiz, qo'yib olamiz. Keyingi mashqimiz tizzani bukmagan holatda yuqoriga ko'tarish. 1 2 1 2 1 2 1 2. Endi keyingi mashqimiz agar qiyinchilik tug'dirmasa ikkala oyoqni ham birga ko'tarib bajaramiz. 1 2 1 2 1 2. Iloji boricha 5 podxoddan 3-4 marta qilish kerak. Keyingi mashqimiz oyoqni bu tomonga to'liq stapa tegishimiz kerak. Mana bu oyoq panjasi to'liq pastga tegish kerak. Avval o'ng oyoqqa bajaramiz, keyin qo'yib chap oyoqqa. Bu tizzani yonbosh mushaklari, son yonbosh mushaklarini yaxshi rivojlantirib beradi bizga. Xuddi shunday qilib 5 ta 5 ta bajaramiz. 1 2 1 2. Bundan keyin tizzani to'liq bukkan holatda ikkita yonboshga tekkizamiz. 1 2 1 2. Bu mashqimizda ham tizza mushaklari, ham son mushaklari, ham bel mushaklari ishtirok etadi. Bu juda ham foydali mashq hisoblanadi. 1 2 1 2. Bundan keyin yana ham tizza, ham bel, ham chanoq son mushaklari uchun asosiy mashqlardan bittasi ustidan oxirigacha bukkan holatda. Agar tizzada ko'p zararlanish bo'lmasa, bu mashqni ham bajarsa bo'ladi. Agar zararlanish bo'ladigan bo'lsa, o'tkir holatda bu mashq tavsiya qilinmaydi. Keyinchalik bajarsak bo'ladi. Tizzani to'liq bukkan holatda belni yuqoriga ko'taramiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu mashq asosan erkaklarga ko'proq tavsiya qilinadi. Erkaklardagi oraliq mushaklarni kuchaytirib,
Prostata, prostatit kabi kasalliklarni davolashda ham juda ham yaxshi hamda testosteronni oshirishga ham yordam beradi bu mashqlarimiz. Keyingi mashq tizza bo'g'imida oyoqni velik bilan aylantirish. 1, 2, 3, 4, 5. Mana shu holatda boshida 10 martadan boshlab avval oldinga, keyinchalik orqaga. Bu mashq ham tizza bo'g'imida ham chanoqson bo'g'imini yaxshi ishlashiga yordam beradi. Undan keyingi mashqimiz oyoqni to'liq ochib olamizda. Bu asosan faqat ne только tizza bo'g'imi, chanoqson uchun ham juda ham yaxshi hisoblanadi bu mashqlarimiz. 10 oyoqda bajaramiz. 1, 2, 1, 2. Faqat yonbosh harakati bo'ladi bu yerda. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Endi shu bilan yotgan holatdagi asosiy mashqlarimiz yakunlandi. Endi o'tirgan holatda mashqlarni bajaramiz. Oyoqni uzatgan holatda to'liq oyoqni bukamiz. Bir oyog'imiz uzatilib turadi, ikkinchi oyog'imiz cho'zilgan turadi. Qo'limiz bilan yordam beramiz. To'liq bukishda 1, 2, 1, 2. Keyin ikkinchi oyog'imiz 1, 2, 1, 2. Bu mashq tugatgandan keyin ikkinchi mashqimiz, keyingi mashqimiz oyoqni to'g'riga ikkalasini ham cho'zib 5 sekund ushlab turamiz. Tizzalarni qo'l bilan ushlagan holatda yordam beradi. Ya'ni oxirigacha topamiz. 5 sekund tortib turamiz. Yana 5 sekund ushlaymiz. Yana 5 sekund tortamiz. Va bu yerda ham boshida ko'rsatganimdek mana shu harakatlar bajarilishi kerak. Endi tik holatda bajaradigan mashqlar. Tik holatda bajaradigan mashqlar faqat o'tkir proses bo'lmasligi kerak. Tizza bo'g'imimizda aktiv yallig'lanish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, tik holatda mashq bajarish tavsiya qilinmaydi. Tik holatda mashq bajarish uchun boshidan birdaniga yerga o'tirib turish tavsiya qilinmaydi. Bu juda ham foydali mashq, lekin tizzalarimizni zararlab qo'yishi mumkin. Shuning uchun biron xil devordan ushlab olsak bo'ladi yoki bitta stulchani o'zimizga yordamga olsak bo'ladi. Mana shunday ushlagan holatda, yarim o'tirgan holatda o'tirib turishimiz kerak. Bu tizza uchun juda ham foydali mashq hisoblanadi. Plus oyoqlarni birga qo'yib to'g'ri tik holatda turamiz. Ozgina 5 sekund yana ushlab turamiz. Tik holatda turamiz, yana ushlab turamiz. Bu mashqni yelka kengligida qo'yib ham bajarsak bo'ladi. Birga qo'yib ham bajarsak bo'ladi. Tik holatda ushlab turamiz, tushiramiz. Ushlaymiz, tushiramiz. Tik holatda ushlaymiz hamda tushiramiz. Keyingi etaplarda to'liq o'tirib turish mashqlarini bajarsak bo'ladi. Qachonki biz mushaklarni kuchaytirganimizda, undan keyin to'liq nagruzka berib, to'liq zo'riqish berib mashqlarni bajarsak bo'ladi. Keyinchalik gantellar ko'tarib tizza mashqlarini bajarsak bo'ladi. Mana shu holatda u keyingi etaplarda bo'ladi. Bemorlar uchun emas, to'liq sog'ayib vrach mana bu mushaklarni kuchaytirish maqsadida keyingi etapda gantel har xil og'ir yuklamalar berib mashqlarni bajarsak bo'ladi. Shu bilan asosiy mashqlarimiz shulardan iborat edi. Faqat mashq bajarishda yana nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Boshida aytib o'tish esimdan chiqdi. Asosiy narsa har bir mashq bajarayotganimizda to'g'ri nafas olishga e'tibor qilishimiz kerak. Например, oddiy o'tirib turish mashqida mana o'tirganda chuqur nafas olinadi, tikka turganda chiqariladi. Nafas olish bir nafasda olinishi kerak. Nafas chiqarish esa sekinlik bilan chiqariladi. Nafas olishda burun bilan nafas olamiz, chiqarishda burun bilan chiqarib yarim ochiq holda og'iz bilan ham chiqarsak bo'ladi. Undan tashqari boshlanishiga nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Mashqlarni birinchi bo'lib
boshlayotganda agar bo'g'imda 5 ballgacha, mana 10 ballik shkala bo'ladigan bo'lsa, 5 ballgacha og'riq bo'ladigan bo'lsa, og'rig'ingiz ya'ni juda ham kuchli emas, o'rtacha og'riqda bo'lsa, bemalol mashq bajarsak bo'ladi. Agar sizda 5 balldan ziyod og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa, mashq bajarish tavsiya qilinmaydi. Avvaliga o'sha bo'g'imga muzdan foydalanishimiz mumkin, har xil sovuq eritmalardan foydalanishimiz mumkin. Tizza bo'g'imiga 5 daqiqadan 15 daqiqagacha qo'yib turgandan keyin og'riqlar ancha kamayadi, keyinchalik mashq bajarsak bo'ladi. Kasalliklar fonida ham boshida kichkina og'riqlar, ya'ni 1 balldan 5 gacha bo'lgan og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, mashqlar biz uchun juda ham foydali. Ko'pchilik bemorlarimiz hozir mashqlarni qilishga o'tgan va hammasi davolaydi. Doktor, mashq bajarish bunchalik og'riqqa foyda berishini bilmasdim deb hammasi xursand. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilib qolaman. Обязательно mashqlarda nafaqat kasallar, sog'lom odamlar ham qilishi kerak. Har xil bad preparatlarga ishonmasdan, mana bu hozir ko'p bemorlarimizda ko'ryapmiz, kollagen, gialuronik kislota, xondroitin sulfat, shunga o'xshash preparatlarni juda ham qimmat preparatlarni ichib yuribdi, lekin ularda mantiq yo'q hech qanaqa. Chunki ichganimizdan keyin qon tomir orqali qonga so'rilib, qon tomir orqali bo'g'imga borish kerak. Bo'g'imda ichida, tog'aydi ichida hech qanaqa qon tomir yo'q. Bular bu kollagen organizmda o'zida hosil bo'ladi, juda ham murakkab proseslardan o'tib hosil bo'ladi. Biz uni ichganimiz bilan u bo'g'imgacha bormaydi. Bular hammasi marketing hisoblanadi. Shuning uchun sizlarga tavsiyam faqat mashqlarga tayanib kasallikni davolashga harakat qilish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bilan bugungi videomiz yakunlanadi. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Biz harakat qilamiz. Agar mabodo kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr, keyinchalik bularni to'g'rilashga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.